ona bo'lish qiyin. Kimnidir bolasi bo'lish oson, lekin ona bo'lish qiyin. Kimgadir aka uka, opa singil, umr yo'ldosh bo'lish oson, lekin ona bo'lish qiyin. Nega tug'ilgan kun degan kun bor-u, tuqqan kun degan kun yo'q? Nega tug'ilganlarga uzoq umr tilashadi-yu, tuqqanlar duo ham qilinmaydi? Nega tug'ilganlar uchun qozonda osh damlanadi-yu, tuqqanlar xizmat qiladi? Haqiqat bu emas. Biz tug'ilganimizni bilamiz, lekin qanday tug'ilganimizni bilmaymiz. Biz katta bo'lganimizni bilamiz, lekin qanday katta bo'lganimizni bilmaymiz. Buni onalar biladi. Ona, poyingga dunyo gulin sochsam qarzim uzilmaydi. Hatto senga jannat yo'lin ochsam qarzim uzilmaydi. Yegan har luqma nonimda ona sening haqqing bor. Non ko'tarib har kun yoningga shoshsam qarzim uzilmaydi. Senga xizmat qilmoq uchun 1000 yil umr so'rasam ham, xizmat qilib agar 1000dan oshsam qarzim uzilmaydi. Men sen yurar yo'ling bo'lsam, oyog'ingda quling bo'lsam, yelkamda ko'tarib